taksisam odam aka. Aka, sizdami bir kuni menga qo'rqmagin yoningda men bor degansiz. Mendan kattalar meni xafa qilganda ularni ta'sirini o'zingiz bergansiz. Aka, ko'p narsa o'rgandim sizdan. Intizomli bo'lish, mehrli bo'lish. Do'stlarim kimgadir havas qilganda men orzu qilardim sizdan Yandexchi bo'lish. Aka, hech qachon og'rinmang. Doim kulib yuring. Men sizga suyanchiq, sizga devorman. Har doim yo'lingiz bexatar bo'lib, beradar yuring. Aka, sizni yoningizda bugun men borman. Taksisam odammi kanali uchun maxsus havasdan odam. Qanaqa do'zalaymiz endi? Qorlan. Tashlar ahvol. Kamera qor. Xo'sh o'rtoqlar, biz mo'ykaga kirib, mo'yka qilmoqchi edik. Mo'ykani og'ziga kirganimizda uklondan zakaz tushib qoldi. 1 kilometrdan kamroq masofadan, xo'sh, tarif nimadan? Standartdan kelib tushdi mana 24 mingga 7 plus 4. 35 ming 13 kilometrga o'rtoqlar zakaz. Sootветственно, biz zakazga borishga qaror qildik, chunki bugun haftani xudo xolisa shanba kuni 8-mart ko'pchilik dam oladi. Bektemirdan ko'ra Sergelida odam ko'p bo'ladi. Shuning uchun hozir mana shu odamimizni shu yoqqa tashlaymiz va Sergelida xudo xolisa biz mo'yka qilib olib ish jarayonimizni boshlaymiz. Soatimiz bo'lsa 10 ta kam 9. Ko'rib turganingizdek biz liniyadamiz. Liga xo'sh. O'rtoqlar, ketgan vaqtimiz 18 mi 16 daqiqami, xullas g'alati yo'ldan yurib keldik. Agar Telegram gruppamizda bo'lsanglar ko'rardinglar. Telegram gruppamizga tashladim buni. Yaxshi ham mo'yka qilmagan ekanman dedi-yu. Yaxshi ham. Xo'sh o'rtoqlar, mo'ykamizni qilib oldik, mashinamizni yuvib oldik, top-toza qilib oldik. Sushka, shu oynalarni sushka qilib oldik, bo'ldi. Qolgan joyini qilganimiz yo'q. Endi ish jarayonini boshlaymiz. Uklonga keladigan bo'lsa, hozir mana 3 ta zakaz edi. Bambu bitta uzoqroqga ko'rsatdi 14 kilometrga. Va undan tashqari yana bitta zakaz bor edi, hozir 3,5 kilometrga. O'sha zakaz bizga kelib tushsa, men juda ham xursand bo'lardim deb o'tdim. Mana kelib tushdi. 870 metrdan 3 kilometr 300 metr masofaga biz bu klientimizni eltib qo'yamiz. Tarif komfort 13 ming klientdan 4 ming uklon bizga shapkasi bilan beryapti. Eslatib o'taman, yengilliklardan bittasi bizga kecha mana gaz quydik, kecha payt va nihoyat gaz quyish bizga nasib qildi. Sizlar bilan bo'lsa ko'rishib turganimizdan har doimgidek qadrli do'stlar, juda ham xursandman. Hammaga assalomu alaykum. Taksi Store kanaliga xush kelibsizlar. Har doimgidek bu kanalni olib boruvchi inson manman Muhammad Yusuf. Bu kanalda biz Yandex, Uklon, MyTaxi agregatorlari orqali o'z faoliyatimizni sizlarga ko'rsatib boramiz. Kimda kim yangi qo'shilayotgan bo'lsa, zudlik bilan obuna bo'lib, like tugmachalarini bosib qo'yishlarini va yana ham ko'proq ma'lumotlar kerak bo'lsa, endi mo'yka qilib chiqasiz. Mana shunaqa joylarga chaqirishadi. Nima deymiz endi? Sekin o'tamiz. Xullas, nima deyotdim? Bundan tashqari agarki ko'pchilik insonlar kommentariyada savollarimizga javobsiz qolib ketayotdi, nimaga javob bermayapsiz deyishyapti. O'rtoqlar, savollaringizga javobni zudlik bilan, tezlik bilan olmoqchi bo'lsanglar, har bir videoni opsiyasida yoki kommentariyasida bizani 2 ta Telegram gruppamiz bor. Taksi Store va undan tashqari Uklon Yandex qirollari degan gruppamiz bor. Ikkalasi ham mana shu silkada ko'rishingiz mumkin. Bemalol kanalimizga qo'shilishib, o'zingizga kerak bo'lgan savolga javobni tezlik bilan olsanglar bo'ladi. Undan tashqari bizda Instagram kanalimiz, Instagram profilimiz mavjud.
ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda oxirgi yengilliklarni biz qo'ldan kelgancha har kuni qo'yib borishga harakat qilamiz. Sizlar bo'lsa har doimgidek joylarga o'tirib olishinglarni, ovqatlanayotgan bo'lsanglar, yoqimli ishlar talab qilgan holda biz xudo xohlasa bugungi ish smenimizni boshlaymiz. Bo'ldi, hozir mana anaqada travertili uyda, to'g'rimi? Xo'sh, orqaga yurib, o'ngga va yana o'ngga ham shunda? Bo'l, chiqyapsizmi siz bu yoqqa? Bo'l. Hozir mana chiqib kelyapman. Shunaqa holatlar ham juda ko'p bo'ladi uklonda, aziz do'stlar. Chirishur ko'p bo'ladi. Uy orqa tarafida, o'rtada qaysi tarafi orqa tarafi ekan. Yana bir marta suvni bosmaymiz. Alaykumga assalom. Обычно o'zi bunaqa bo'yliklar orqaga o'tirishadi o'zi. Sergeli 5, to'g'rimi? Вообще mumkin emas o'qing narsa. Shunga. Zo'r ish qildingizlar. Ro'zador odam oldida. Klientimizda 50 mingtalik pul olgan, bizda mayda chiqmaydi unga. Lekin kartada bor, kartadan tashlab beraman desam, prinsipiallik yo'qdek kartadalar, hatto men ishonmadim gaplariga. Nimaga endi prinsipiallik qildilar bu narsani? Chunki chiqishlari bilan, mehr bilan mana shu elektron sigaretlarni tortdilar. Вообще mumkin emas desam, uzr deyish o'rniga nimaga deydilar. Ro'zador odammiz, chunki shunga va undan tashqari mumkin emas. Hurmatli Uklon, Yandex, taksidan foydalanuvchi mijozlar. Bu sizlarning собственный mashinanglar emas yoki haydovchi sizni shoferingiz emas, lichniy. Bu mashinaga chiqib o'zingizcha xohlagancha chakib, suyab olib, yotib olib o'tirishga siz unaqa huquqqa ega emassiz. Qo'pol qilib aytganda mana shunday qilib ketish kerak. Eski kadilaklar. Remont qilsa kerakdir buni ham. Beton zapchastlari bo'lmasa kerak. Boshqa taksida indamaydimi chiqib chaksiz? Yo'q. O'zi вообще-то o'zi mumkin emas-da. Taksiga chakish. Buni so'rash kerak. Chaksa bo'ladimi yoki Обычный sigaret mas'ul. Baribir. Обычный o'rnini yo'qotish uchun mana qo'ysa, ochiladimi, ochilmaydimi? Bo'lmaydi. Charchamang. Eshitdilar, boshqa taksistlar indamas ekan. Biz естественно bunaqa klientga bir baho qo'yamiz va o'zimizning ishimizni davom ettiramiz. Eslatib o'taman, 13 mingga 4 ming pulni maydalab keldilar. Prичем maydalab kelganlariga ishonchim komil emas, chunki Bakavoydan qarab turganimda shunda orqaga kirdilar, shunda qaytib chiqdilar. O'zlarida 2 mingtalik bilan 1000 talik ham bor ekan. Prinsipi menga qilish o'rniga vaqt yo'qotmagan holda naborot o'sha pulni tezroq berganlarida yaxshiroq bo'lardi. O'zlarining vaqtlarini o'zlari yo'qotdilar. Chunki men platniy ajdaniyani yoqib qo'ydim. Summam shunda 13 ming emas, 15 ming so'm bo'ldi. O'zlari ham hayron qoldilar. Nimaga platniy ajdaniyani yoqding dedilar. Men kamerani yoqib qo'ysam, yoqilmagan ekan. Chunki dedim, siz pul maydalagan chiqib ketyapsiz, siz tayinlab chiqmadingiz-ku bu narsaga desam, "Men aybimmi?" deydi. "Men aybim emas-ku bu narsa." To'g'rimi yo noto'g'rimi? Хорошо. Здравствуйте. 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 Северный вокзал, да? Вот, брат, 25 тысяч. Спасибо. До свидания. Удачи вам. Спасибо. До свидания. Xo'sh aziz do'stlar, Severniy vokzalga 12 kilometrga 25 ming so'm standart tarifidan Uklondagi navbatdagi zakazimizni biz yopdik. Va shu 3-chi zakaz ekan. Ishlashda davom etamiz.
Mayli, oching. Xo'sh. Beruniy metroga 11 kilometrga 11,5 kilometrga 25 ming so'm, klientimiz 16 ming, pulni 9 ming to'lab berdi bizga. Xo'sh, bizga navbatda keyingi zakaz kelib tushdi. Choshtepaga borar ekanmiz, aziz do'stlar. 1,5 kilometr masofadan 15 kilometrga 30 ming so'm. Standart tarif. Ishlashga davom etamiz. Bu yerda gruppamizda aktivda gapirishyapti. Taksi haqida, kredit haqida. Topa olmabdilar emas, zakatni noto'g'ri belgilagansiz o'zingizlar. Hamma joyda taksichi aybdor. Yo'q. Ey gap yo'q. Yo'q, anaqa orqaga berilganlar. O'zi bilanlar. До свидания. До свидания. Xo'p. Xo'sh, o'rtoqlar, 8-zakazimizni yopdik. Boyagi Choshtepaga olgan zakazimiz 35 ming berdi, ya'niki 3 ming so'm ishli choy puli. 2 minut ajdaniya bo'ldi. Va undan keyin yana ikkita mana hozir bu 8-si biz 5 tamiz. Mashta. Anaqa 12 ming deb o'ylamadim. Yo'q, rozi bo'ling, sog' bo'ling. Xo'sh, aziz do'stlar, 3 kilometr masofaga olib kelib qo'ydik. Summamiz 12,5 ming edi, 12 mingga mayli rozimiz. Va uklon o'zini 4 ming bilan 16 ming bo'lyapti. Standart tarifdan chaqirilgan zakaz. Soatimiz 1 dan 48 daqiqa o'tdi. Biz peshin vaqtlarini o'tkazib oldik, xudo xolisa. Va o'zimizlarni mana shu hozirgi zakaz 10-chi zakaz bo'lgan ekan, lekin ish sust. Kilometraj ham katta deydi-yu. Juda katta bo'lib ketdi. Hozir mana 109 kilometr masofaga 300 metr biz yurimiz aziz do'stlar. Mayli nima deymiz? Ish bo'lsa, tez ish qilib, tez uyga kirib ketishga harakat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, xayr. Xo'sh, o'rtoqlar, biz 14-zakazimizni yopdik va bizga Sebzordan 2 kilometr pastki masofadan 15-zakaz kelib tushdi. Yunusobodga olib borar ekanmiz. Soatimiz 3 soat 9 daqiqa o'tdi. Bonusni hisobga olmaganda narxlar endi ko'tarilyapti, chunki hamma dam olib yotibdi uyda, shon hisobiga deb o'ylayman. Nima deymiz endi? Ishlashda davom etamiz. Sevgi bo'lishiga. O'rtoqlar, 12+8 bizni navbatdagi zakazni yop bo'ldik. Bizga keyingi zakaz 1 kilometr 460 metr masofadan kelib tushdi. Megaplanetga olib borib qo'yganmiz. Qanday yurishimiz kerak hozir? 7-Chinor ko'chasidan. Shunday orqaga qarashimiz kerakmi biz hozir? Shuni tushunmadim men вообще. Orqaga qarashimiz. Sekin-sekinlik bilan ko'tarilishi, narx-navolar ozgina bo'lsa ham joyiga tushishni boshlayapti. Xudo xolasa mana shu bugun ham 40 ta zakaz qilishni niyat qilib qo'yganmiz aziz do'stlar. Inshaalloh shu niyatimizga yetaylik. Sizlarga ham nasib qilsin. Mana hozir tak shunda kechaga gaz quyganimizdan keyin 164 kilometr yurimiz. Ishimiz bo'yicha bo'lsa 144 bo'lsa kerak, menimcha, agar adashmayotgan bo'lsam, chunki gaz quygandan keyin ham boshqa ishlar bilan biz yurdik. Eng asosiysi gaz bo'lsin deydi-yu, gaz bo'lsin. Xudo xolasa tinchlik bo'lsin. Rozi bo'ling, sog' bo'ling, yaxshi o'tib oling. 17-zakazimizni o'rtoqlar yop bo'ldik, xudo xolasa. Kamera yoquvligini ham esimdan chiqarib qo'yaman, to'g'risini aytsam. Yaxshi mana sekin-sekin zakazlar narxi ko'tarilishi boshlanyapti. Probka ham. Bilasizlar o'zingizlar mana qarang, karmashka qatta, svetofor qatta.
Bulaqatda. Zakazlarga keladigan bo'lsa, mana sekin-sekin mana shapkasi ham yondi. О, ничего. Да не, ничего. Берегите себя, не болейте. До свидания. Праздником вашу жену, Спасибо, и маму, и девочку. Спасибо. И вас также. До свидания. До свидания. Xo'sh, o'rtoqlar, 19-zakazimizni amalga oshirib bo'ldik. Biz vodniydamiz. Tak. Kechaga gaz quygandan keyin o'z-o'zani ishlar bilan boshqalar bilan ovora bo'lib ko'p yurib qo'ydik. Hozir mana общий zapravkadan keyin 194 kilometr почти что yuribmiz. Mana shundan orqaga qaytib olishimiz kerak. Shuning uchun gaz quyib olib, taksichiligi bo'lsa, где-то bir hozir aytaman sizlarga 19-zakaz bo'lsa, statistikada 20-30 mi 15 kilometr uklon kamroq ko'rsatadi. Statistika bo'yicha 150 bo'lsa, bir 160 kilometr biz yurdik o'rtoqlar. Shuning uchun zapravka qolishga qaror qildim. Zapravka qolib yetganimizda uyga kirib chiqib, yana boshqatdan keyin jangga. Sizlar uchun bu sekundlik kadr. Xo'p. Mana ketdi. Yaxshimi? Sog' bo'ling, aka. Xo'sh, o'rtoqlar, bitta 60 ming, bitta 9,5 ming, 1 kilometr 29 metrga. Biz qaytadan liniyaga chiqdik va shu ikkinchi zakazimizni yopdik. Bizga keyingi zakaz kelib tushyapti. Qabul qilamiz. Xo'sh, o'rtoqlar, Ariston parkka hozirga olib kelgan klientimiz so'qib keldi. Bizga telefon qilishyapti. Xullas, uydan telefon qilib qolishdi. O'shanga tushuntira olmay qoldim. Bizga tak hozirgi so'qov klientimizga olib kelib qo'ygan. Dastlabki berib yuborishdi, komfort tarifdan chaqirib 1 kilometr 20 metr masofaga klientdan 5,5 ming, klondan 6 ming ekan, lekin klientimiz aka xavotir olmang dedilar. 15 ming so'm pul berib ketdilar. Bizga hozir mana endi Darxon kafega kelsak 15 ga plus 6 21 ming bo'lyapti shunda. Va shu yerda biz xudo xolasa 24-zakazimizni amalga oshiramiz. Va alaykum assalom. Ketdim bo'ldimi? Sog' bo'l do'stim. Rahmat. Charchaman. Xo'sh, aziz do'stlar, 16,500 so'm bilan zakazimizni yopishimiz bilan bizga shu yerdan почти что zakaz kelib tushdi. 11,5 ming komfort 1 kilometr 100 metr masofaga olib borib qo'yar ekanmiz. Va shu nechinchi zakazni biz qabul qildik. Hozir shunda xudo xolasa 26-zakazni qabul qilamiz aziz do'stlar mana. 17 ming. Xo'sh, o'rtoqlar, navbatdagi zakazimiz salkam 3 kilometr masofaga edi. 14 ming so'm bilan biz yopdik. To'g'risini aytsam, charchadim. 224 ming, 225 kilometr biz yurdik. Bizga keyingi zakaz kelib tushyapti. Sumbulla ko'chasidan 2 kilometr masofadan majburiy emas zakaz kelib tushyapti. Boradigan joyimiz qayerga ekan? Qani Qo'yluga ekan. Sumbulasi qayerda ekan? Sumbulasi. Orqaga qaytishimiz kerak ekan o'rtoqlar. Ikkinchi zapravkadan ketganimizdan keyin 225 ming, 226 kilometr yurdik. Hozir mana mijoz oldi 2 ketyapmiz. Klientimiz 15, uklon 5, 25 ming, 20 ming, 6 kilometr 400 metr masofaga standart tarifidan biz olib borib qo'yar ekanmiz. Deymiz, ishlashda davom etamiz aziz do'stlar. Bunaqa kapitkallarga signal chalib qo'ymasangiz yo'l berishmaydi. Xo'sh, manzilimizga yetib keldik. Klientimiz qani endi dedi, klientimiz ichkariga kirib ketdi menimcha.
chiqmaydi. 50 mingtalik bo'lsa ham bersin. Chiqishligisi ham bir ahvol, tushishligisi ham bir ahvol. Bundan klientdan 15, 15, 20 ming so'm, 29-zakaz. Soat 10:18. Nima pap? Alo. Geldim ben ya. Oturuyor ya. Tushun aka bo'ldi. Xo'sh, o'rtoqlar, 35-zakazni yopdik. Soatimiz 11dan 27 daqiqa o'tdi. Bizga keyingi zakaz kelib tushyapti. 1 kilometr 700 metr masofadan 1 kilometr 600 metr masofaga olib borar ekanmiz. 36-zakaz. Ulgurarmikimiz 40 ta qilishga yo'q, bilmayman unisini, lekin eng asosiysi bu emas, eng asosiysi baraka. Qaniydi o'zi? 20 ming ekan sizdan aka. Mana aka. Rozi bo'ling, yaxshilik bo'lsin. Charchamang. Mana berdim. Yat, men qo'rdim. Xo'sh, 36-zakaz. Boyagi zakaz atmang bo'ldi. 1 kilometrlik duxovkani yoptirish kerak. Biz hozir kameraga qarab gapiryapmiz, aralashmay turish kerak, Shahzod. Ishlashda davom etamiz. Xo'sh, aziz do'stlar, 36-zakazni ham yopdik, 40 ta qila olmadik. Nima deymiz endi? Boriga baraka deymiz. Mana ikkinchi zapravkadan keyin 123 kilometr 700 metr yurimiz. Bugun общий shundoqda holisi uyigacha hisoblaydigan bo'lsam, u yoq bu yoq salkam 300 kilometr masofa biz bosib o'tdik. Qaysi bir kolonkaga qo'y ekan. Gaz bemalolligida quyib olayotganmiz. Xo'sh, aziz do'stlar, biz navbatdagi ish kunnoqda holisi boshladik. Mashinamizdan ko'rib turgandek mo'yka qilib bo'ldik. Qisqagacha boshqa balon, narigi balonlarimizgacha boshqa balon taxdik. O'zini zavodskiy baloni bor edi bizda. Jiyanimizni shu narida qilgan ishiga binoan mana boshqa tansiyalarimizni balansировка qilib turib, pelkitga qilib turib shuni taxdik. İşimizga keladigan bo'lsak, biz ko'rib turganlaringizdek uklondamiz. Повышение unda ham, bunda ham o'lib yotibdi. Efirda faqatgina bitta zakaz. Bugun nasib qilsa mana bu ham ketdi. Sipochkali emas, balkim xudo xolisa efirdagi zakazlar bilan ishlashga, shuni obzor qilib berishga sizlarga xudo xolisa harakat qilamiz. Sizlar bilan ko'rishtirganimizdan har doimgidek qadrli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Xursandmiz kanalimizga, Taxi Store kanaliga xush kelibsizlar. Bugun xudo xolisa haftani qaysi kuniga? Dushanba kuni 10-mart, ro'za oyining 10-kuni xudo xolisa biz aytganimizdek ishga chiqib oldik. Narigi ish smenamizda bo'lsa xudo xolisa mana nima desam bo'ladi? 36 ta zakaz bilan qotdik. 36 ta zakazni pulini biz Instagram sahifamizda va Telegram kanalimizda qo'yib ketdik. Rezultatini Telegram kanalimizda описаниялari har biri silkasi описаниеda va kommentariyada va undan tashqari kommentariyada silkasini yozib oling deb so'rasangiz, biz sizga silkasini jo'natib qo'yamiz. Bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan savollarga Uklon qirollari, Yandex qirollari va Taxi Store kanali orqali javob olishingiz mumkin. Biz bo'lsa yangi kunda, yangi haftada ish jarayonini xudo xohlasa boshladik. Aytganimizdek, bugun ko'proq efirdan zakaz olishga, sizlarga video obzor qilib berishga harakat qilamiz.